Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzumiz mana yonboshdan qattiq degan jentraga ikkita radno eshik qo'yib, taxlab chiqsa qanchaga tushishi haqida chiroyli video qilib beramiz. Mana ikkita radno eshik narxini o'tib ketamiz. Birdan 250 dollardan 500 dollarga ikkita radno eshik olib kelindi. Mana ko'ryapsiz, karnizni normalni kirgizgan. Mana balondan bu yoqda bilan balondan ancha ichkari kirib ketgan. Xudo xolasa shuni tortib, mana orqa deformatsiyasi, orqa bagajgacha, orqa krilogacha zazorlarni qochirib o'rgan. Xudo xolasa shu mashinani necha kunda necha pul bilan qanday chiqish haqida chiroyli video qilib beramiz. Hammaga rahmat. Biroq mana radno detallarga keldik, xudo xolasa. Mana shu yerdan mana kapotlar bari radno, eshiklar mana yechilgan. Bo'lgan zapchasi. Mana bular ranglanmagan, mana bular ranglanmagan hammasi. Radnolarni alohida terib qo'yibdi. Ko'ziblardan ayla ko'ziblar. Ko'ziblardan yechib, mana alohida ko'zib alohida qilib tergan. Shu yerdan olamiz, xudo xolasa. Mana radno detallar. Hammasini olib qo'yib o'rab qo'yibdi. Qatar-qatar. Xudo xolasa jentrachamizni yuqoridan pastga bosib olyapmiz. Sabab mana pastdan urilgan paytda stoykani ozgina yuqoriga ko'tarib qo'ygan. Shuning evaziga shuni pastga bosib olyapmiz. Bu mana bu zavodskiy petli, birak petlarimiz bor, o'zimizda armatura vard qilib pastga bosib beryapti. Tortar. Asta tortargan ha. Ha o. Ha pastga tortib beramiz. Stoykani ham zakonni chiqarib beryapti. Ne yapacağım ateşini at. Anam ne mu yaptın ki? Dedim ya, rakı şekil kendine. Ne? Rakı pasır böyle yaptı. Yani bir organı. Organı spotta da tuğladı. Hani lan çıkıyor. Çıkıyor böyle tavan tapında işte. Şey doşku. Çentramızga xudo xolasa karniz qo'yilyapti. Eshikka tengdilarmi yana? Nimaga? Tamam. Evet, buradan urmaydı, ha? Buradan urmaydı, ama maskara olgandan keyin oxirida uriladi. Yo'q, men cho'mp yubordingmi? Cho'mp bo'lmaydi, turuvchak bo'ladi, ishlamaydi hozir. Turuvchak emas, o'zi shunday. Hurmatli kanalimiz a'zolari, lasitchamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana har doimgidek aytamiz, zazor va stiklarni ko'rib olasiz. Bir qator boshdan oxirigacha karniz qo'yilgan ko'ryapsiz. Tagi bir xil standart zazorda. Karniz qo'yildi, bunga ketgan rasxodlardan biridan tutib ketaveramiz mana. Zazorchalari standartda turibdi. Xudo xolasa bu mashinamizga ketgan rasxodni aytib ketamiz. Ikkita eshigimiz 500 dollarga olindi, radno 750 ming so'mga karniz olindi. Xo'p, 1 million so'mga kraska material bo'ldi. Plus mana bu ikkita eshigimiz, aytdik ikkita eshik narxini. Mehnat haqqimiz qolyapti. Mehnat haqqimizga shu ishga 350 dollar oldik. Ofisi 950 dollar, moshinchaga mana shu 950 dollar karnizi bilan 1000 dollar rasxod bo'ldi. Karniz o'zini qilamiz dedik, qarasak o'zi kiymadi karnizi. Tagini ancha bukkan ekan, karniz kesib ichki tomonni tortib olmasak kiymadi. Shuning uchun karniz kesishga majbur bo'ldik. Biz kuzatib boring, ishimiz yo'q ekan, bizni rag'batlantirib borasiz. Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Hammaga rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Mana
Bu tomonlarda mana bitta zazor katta bo'lib ketganda, mana standart zazorga olib kelib qo'yganmiz buni ham. Mana shu joyda ikkita valnachasi bor, buni vakuumga boradi. Endi hamma joyini kraska qilib taramaydigan maqsadda shu joygacha pitno kraska qo'yildi. Hammaga rahmat.